Shirin, Dada, hammamiz birgalikda rasmga tushaylik. hozirmi? Oilaviy tushamiz. Oyi, siz ham turing. Go'zalki, bizni rasmga olib qo'y. Qaranglar, olyapman. Birga bajarardik. Endi esa qo'limdan hech nima kelmayapti. Maktabda hamma meni ajina deydi, chunki sochimni o'rishni bilmayman. Dadam harakat qiladilar, lekin ular pishirgan ovqatni umuman yeb bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Hech nima. Shirin. Oyim sizga ham qiynalib ketdi. Sabr qilishimiz kerak. Chun hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan. Sabr qilishni istamayman. Oyimsiz yashashni ham xohlamayman. Qo'yvarana. Jibla jibon. Surbetdan Qo'yvarmasang ketmayman. qo'rqib ketdim. Aytib qo'ying. Qo'yvarmasang o'zingga yomon bo'ladi. Voy, bo'ldi. Tushundim. Bu yerda nima bo'lyapti? Nima qilyapsanlar? Meni maktabdan haydashdimi? Yo'q. Men o'zim hech qachon bu maktabda o'qimaysan deb qaror qildim. Kinoga tushamizni? Rostdanmi? Sizga shuncha tashvish orttirganimdan keyin hammi? Shirin. Hech kimni burnini qonatish mumkin emas. Hatto u dunyodagi eng yomon bola bo'lsa ham. Naqay qilmading-a? Yo'q, dada. Boshqa qaytarilmaydimi? Ketdik kinoga. Yaxshi. Sumkangni ber. Olib ketishingiz mumkin. Yaxshi. Tashqarida kutib turaman. Yaxshimisan, Shirin? Xo'p, ko'ramiz. Keyin telefon qilaman. To'xta. Nima bo'ldi? Jin emasman men. Yo'q. Hech kim seni jinni deyotgani yo'q. Iltimos, xonaga qayt. Oyim bilan gaplashganday gaplash. U meni oyim emas. Shirin! Ochdimi qora? Judayam ochdi. Mana, yaxshi ko'ryapsan. Maqas. Yo'q, Rahmat. sovuqsin. Oyijon, sizni chiroyli bo'lishini xohlayman. Hadi sen men bilan chiroyli bo'lasansan. Keyin dadamga o'xshab kuchli bo'lishni xohlayman. Yaxshisi dadangga aqlli bo'l. Bunaqa aqlli bo'lolmayman-da. Bo'laversan. Buning uchun ko'p va yaxshi o'qish kerak. Qizim, qo'lingni mana bunga uravering mendan. Orzularning ushalishini va sen boshqalarga o'xshamaydigan qiz ekanligini namoyish etish imkoniyati tug'ilganini tushunishingni istayman. Dada, bu meni orzum emas. Aksincha sizni orzungiz. Qizim, bu maktab albatta senga yoqadi. Gapimga ishon. Yo'q, meni shu yerda qoldirib turishni istayapsiz. Assalomu alaykum. Salom. Bizning Shaolin Eqol Kung Fu maktabimizga xush kelibsiz. Ular ustoz Shen Hua bo'ladilar. Ular maktabimizning eng mas'uliyatli ustozlaridan. Keyinchalik boshqa barcha bolalar kabi
yotoqxonada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ta xona bor. Har bir xonada 6 tadan bola yashaydi. Hozir esa dars vaqti, shuning uchun yotoqxonada bironta bola yo'q. To'xta. Dars vaqti nima qilib yursan? Sinfga bor. Kechiring ustoz. Tezda bor. Dangasalar. Sen bulardan o'rnak ol. Mana bu sening xonang. Mana bu kravatda sen yotasan. Qizaloq, yaxshilab eshit. Senga 10 daqiqa vaqt beraman. Kiyimlaringni almashtirib, tushlikka bor. Tushundingmi? Bo'pti. Ochig'ini aytganda to'satdan shunday qarorga keldik. O'zim ham o'ylamagandim. Azizlar, mana bu oqshom ajoyib to'y, ajoyib tantana. Albatta buning sababchisi mana ikki go'zal insonlar. Men esa har doimgidek sizlarning xizmatingizda bo'laman. Kabina kaptani. Ruxsat bersangiz, shu oqshomdagi navbatdagi so'zni Javohir Mas'ud urishga beraman deb va'da qilgandim. Marhamat. Rahmat. Tavakkaliga rahmat. Do'stlar, bugun xursandman. Sababi mening qadrdonim o'z baxtini mana shu go'zal ayol timsolida topdi. Azizlar, do'stlar, sizlarga ishontirib aytamanki, men sizning qadrdoningiz Javohir har doim sizning yoningizda bo'laman. Mabodo kimdir ularga yomon ko'z bilan qaraydigan bo'lsa, men bilan gaplashadi. Endi kelinglar. Mana shu qadahni ijozat bersangiz albatta